Arsenalga ham gap bo'lishi mumkinmi? Ushbu mavsumda hammani lol qoldirmoqda. Assalomu alaykum. Var News kanaliga olamdagi so'nggi yangiliklar bilan Var News kanali. Bugungi mavzuyimizda Arsenal safiga yangi kelib qo'shilgan ikki haqida qisqacha gaplashamiz sizlar bilan. Nodi Madueke 2010 martda Angliyada tug'ilgan yosh iste'dod sohibi, bo'yi 182 cm, yoshi 23 da Angliya terma jamoa a'zosi hisoblanadi. Ushbu futbolchi 40 million yevro evaziga Chelsea'dan transfermarket narxiga qaraganda ushbu futbolchining narxi 41 million yevro deb baholangan, lekin Arsenal ushbu futbolchini Chelsea'dan 54,4 million yevroga o'z safiga qo'shib oldi. Ushbu futbolchi o'tgan mavsum Angliya Premyer Ligasida Chelsea safida 32 ta o'yin, 7 ta gol urgan. 3 ta gollik uzatma amalga oshirgan va 3 ta sariq kartochka olishga ham ulgurgan ushbu futbolchi. Arsenal tarkibida ushbu futbolchi 20 raqam ostida to'p suradigan bo'ldi va bu yosh iste'dod super sohibiga omadlar va zafarlar tilab qolamiz.